Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga tanishtiradigan apparatimiz KD300 bo'ladi. Bu KDBlardan ancha moshniy bo'ladi. Iskroobrazovaniyasi ham, masalan, bular ishlatish ham, o'zini og'irligi ham o'zi ko'rinib turibdi, moshniy narsa bu. Hozir buni qanday ishlatish kerakligini sizlarga bir qator tushuntirib o'tamiz. Cobalt Spark'ga tushadigan bobinamiz va Gentra Nexus'ga tushadigan bobinamiz bor. Buni bilib olgan odam bu ikkisini ko'rsatamiz. Oddiy gibrid 1.6lar ham qanday ishlatishni o'zingiz bilib olasizlar, elektriklar bo'ladi. Tushunadi hamma. Bu yerda raspinovkasi bor, chotki ko'rsatilgan hamma narsalari tekshirish. Hozir bir chetdan ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Birinchi regulyator xolostov xodadan boshlaymiz. Tak, ko'ramiz. KDBda bilsangizlar, u apparatda yomonlash yo'q, ikkalasi ham ishlayveradi. Bu asta ishlaydi. Bunda skoroslarini regulirovka qilsa bo'ladi. Qaraymiz, undan keyin stepper motorga kiramiz. Qanday kirganing bir ko'rsatib, qaytadan chiqdi. Ignition coilga kiramiz. Kirmaysiz, o'zi shunday menyu bo'ladi, pasa tushib kelasiz. Oxirga tushib kelasizlar, ana. Stepper motor, okeyni bosamiz. Undan keyin, tak, bunday olamiz endi, majburmiz shunday olishga, tak. Ana. Tez kirib chiqadigan qilsam bo'ladi shuni. Bu eng sekinida turibdi. Prujini otaveradi agar skorsini balandlatsak. Tak, endi keyingi ko'rsatadigan narsamiz sizlarga injektor bo'ladi. Injektor ham kerak bo'ladi. Buni simini biz sizlarga ko'rsatish uchun kalta qilib qo'ydik. Ko'rganlaringizdek. Kalta qilib turibdi. Buni o'zingiz uzaytirib olib, ishlatib qo'yib, shpris bilan prosto tozalaverish uchun ichini обратныйga septirib ko'rasizlar, masalan. Usuldan davleniya bersangizlar, orqaga qarab chiqadi, ichidagi kirlari. Shunday vaqtida foydalansangizlar bo'ladi. Injektor ishlaydimi, yo'qmi, shuni tekshirib ham olaverasizlar. Konstrukkan joyini. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Masalan, shu ikkitalikda injektorda bu yerda hozir xitoycha variant tushib qolibdi. U tarafida inglizchasi ham bor. Tak, bunu ishlatish uchun solenoid valve qisqamiz. Neydan kirganini ko'rsat. Bas. Ana, ko'rganlaringizdek ishladi. Kuchaytirgan impuls. Ana, kuchaydi. Shuni kuchaytirib ochib qo'yib, bu tarafdan o'zlaringiz maxsus apparatlaringiz yordamida обратныйga septirsangizlar, ichidagi musorlarni chiqarib tashlaydi. Ana shu vaqt kerak. Simini o'zingiz uzaytirib olasizlar. Har xil shtekkerlardan qo'yib tashlaysizlar, keyin любой injektorlarni tozalasangizlar bo'ladi. Ya'ni o'zi kerak bo'lib qoladi. Injektor apparatlaringiz bo'lgan taqdirdan обратныйga septirish masalan. Bu удобный. Tak, buni ko'rib oldik. Qaytadan bir ko'rsatib yana gazolin injektor degan joyidan qilinadi. Bir chiqib tashqariga. Ana. Ko'rib turasizlar, yana gazolin injektor shuni ichidan qilinadi. Tak, bular knopkalar, pastga tushish, balandga chiqish, bu ishlatish, sal kuchliroq, kuchsizroq ishlatish, bu okey. Bu stop. Oddiy ishlatish. Tak, endi iskroobrazovaniyani ko'rib o'tamiz. Tak, bu Gentra Nexus'larniki. Video sal sifatsiz chiqsa e'tibor bermaysizlar. Biz hozir tayyorlanmadik. 3 dona bilasizlar. Bulardan massa 5 volt impuls, massa 12 volt impuls bo'ladi. 1.6 gibrid, oddiy tokda ishlaydigan o'sha Spark matizlarni, bobinalarni bu chetidan sim ulab chiqarib, shularga tushadigan shtekker qo'yaverasizlar va ishlayveradi bemalol. Bunu ishlatib turganda Cobalt'nikidan birdaniga ishlatmaysizlar. Bu anosunda ko'rsatib o'tilgan. Hozir sizlarga Nexus 3 ni ko'rsatib o'tamiz. Bir marta yasagandan keyin hech qanday adashib ketmaysizlar, masalan. Nexus 3 uchun Nexus 3 niki bu bo'ladi. Coil type bo'ladi.
Ana ko'rib o'tamiz hozir. To'xta, mana square bunu. Bu narsani, bu aparaturani bizning yaqin tanishimiz Ulug'bek sotadilar. Buni Telegram akkaunt hamma narsasini qo'yamiz. Anoga gruppalarini topib olishingiz uchun, oson bo'lishi uchun описаниеga qo'yamiz. YouTube'dan ko'rib turgan bo'lsangiz, Instagramdan bo'lsa kommentariyaga qo'yib qo'yamiz yo belgilab qo'yamiz. Kirib zakaz beraverasizlar. Bu yerda laboratorniy blok pitaniyamiz bor. Pulini mendan so'rab o'tirmanglar. O'sha Telegramini, gruppalarini qo'yaman, kirib, shu yerda hamma bahosi yozilgan bo'ladi. Men sababi o'zim bilinmay yaxshi. Qaysi qancha turishini. Undan keyin hozir ko'rib o'tamiz. Buni svet to'shib qo'yamiz. Iskroobrazovaniyani mощностini ko'rib o'tinglar. Shaxsan o'zimga yoqdi shu apparat. Hozir ko'rib o'tamiz. Qaysidan ishlatamiz ekan? Ignition coilmi? Hamma bobinalar shundan. Hamma bobinalar ignition coildan ishlatiladi. Birinchidan kiramiz. Aytib qaysidan aytiladi? Kirgandan keyin shu OK'ni bosamiz. OK'ni bosamiz. Boshlaydi. bosib, Kuchaytirish uchun o'ng tarafdagi strelkani bosib boramiz. Kuchaytir. Buni Sal yaqinroq qo'yamiz. Bo'ldi. Ko'rganlaringizdek. Bunda aniq sal slabый joyi bor bobinani bilib olsa bo'ladi. Tak, hozir biz sizlarga ko'rsatish uchun buni shunday qilib qo'ydik. Sababi, yo'qoran. Videoga ko'p tayyorlanmadik. Bu yeridan bir dona archib turib sim chiqarib qo'yasizlar. Bobinani chetlarini bunday tekkizib chiqasizlar. Ya'ni yorug'i bo'lsa, treshina bo'lsa yo bu yerlardan berib turgan bo'lsa, u yerga ham bir uraveradi, iskra. Ana shularni bilib olsa bo'ladi. Ham mощности kuchli bo'lgan hisobini kuchaytirgan vaqtlaringizda, masalan, buni sal rezva bilan orqaga qaytarganlaringizda chaqmay qoladi, ya'ni iskra bo'lmay qoladi. Shundan bilib olasizlar, ishlagan ishlamaydi. Shunda ignition coildan kirib, o'ng taraf kuchaytiradi, OK'ni bosib kirganimizdan chap taraf pasaytiradi. Men yana bir ko'rsatay. Bu KDB 300'dan ancha kuchli bu. Bilsangizlar, ko'rib turgan bo'lsangiz. Xo'p, endi Cobaltni ko'rib o'tamiz. Cobaltni ko'rish uchun buni so'ramiz. Cobalt yonindagina siqiladi, yonida turgani. Siqamiz, bitiramiz. Hozir buni qanday yasaymiz desangizlar, buni ham masalan internetda raspinovkasi bor buni. Bu yerda buni raspinovkasi bor, masalan. Bu yerda. Ko'ringizlar, plus, minus, impuls hammasi ko'rsatilgan, cho'tki qilib. Hozir 5 minut ozgina kalla qatirsangiz, hammasini yasab chiqasizlar. Undan keyin 3 donasimi kerak bo'ladi. Bu yerda обратный signali shart emas bizga. Buni ko'rib chiqamiz. Tak, bosgan. Cobaltki undan ham даже kuchliroq versiyasi. Bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. O'chiradi. Tak, buni maksimalniy mощностini bobinani, katushkani bu yer ko'rsatib beradi sizlarga. KD 300 bu, KDB 300 degani ham bor. Undan почти 2-3 barobar mощный ekan bu narsa. Shaxsan o'zim ham yoqdi. Shuning uchun xarid qildim. Shunga o'xshagan elektrik diagnostikachilarga kerak bo'ladigan ishonchli, agar brak chiqsa qaytib oladi. Yaxshi tanishimiz bor. Shular anonsini kommentariyada qoldiramiz. Kirib turib, realni oladiganlar aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Buni tekshirishi mumkin bo'lgan narsalarni ko'rib tursizlar. Endi keyingi apparatimiz MN300, biza shunday nomladi endi, Auto Sensor Simulator deydi. Imitator deb ham yuritiladi. Bu bizani datchiklar, masalan,
bir dona datchikni aytaman sizlarga. Bu ko'p datchiklari imitatsiya qila oladi. Masalan, suv datchik. Sizlarga klient keladi, ventilyator nechida ishlayapti, ko'rib beringlar deydi. Oddiy ventilyator masalan 94 da ishlaydigan bo'lsa, mashinani gradusi o'chirib kutib turganda 60 ga tushib qoladi. Sizlarning 20 minut, 15 minut vaqtlaringizni oladi. Bu narsa yordamida esa buni yasashga ulgurmadik. Bu ham qiyin emas. Xuddi shunga o'xshagan raspinovkasi bor. Ikkisini firmasi bir, moshni narsa. Buni o'zimiz ishlatib ko'rdik. Tak, hozir moshi yo'q bo'lgan ustaxonada. Realni ko'rsatib bera olmadik. Realni ishlaydi bu narsa. Shuni buraysizlar. O'zbekchasiga aytganda murvatini buraysizlar. Masalan, suv gradusini 65, 66, 67 deb shunda 100, 120 gacha ham ko'taraveradi. Polni 150 gacha ko'taradi, bilsangizlar, polni gradus suv datchik hamma mashinada 150 gacha. Buni ham raspinovkalari bor. Mana ko'rib turibsizlar. Mana chotki ko'rsatilgan. Biz hozircha suv datchikdan foydalandik. Zo'r effekti. Bunda eng zo'r joyi, masalan, gaz pedalning ham o'rnini bajarib beradi sizlarga mana. Ko'rib turgan bo'lsangizlar. Cobalt Gentra Nexus 100% teshkirib beradi. Biza bunda bir marta teshkirib ko'rdik, lekin video qilishga anavi qilmadik. Shu vaqt bo'lmadi. Chotki ishlaydi bu narsa, garantiya. Gaz pedal, zaslonka, keyin 5 voltda ishlaydigan o'sha map datchik, keyin raspredval datchik, shularni imitatsiya qila oladi bu narsa. eBayda kislorod datchik bor. Ko'pincha bizga kerak bo'ladigan suv datchigini ko'rib turibsizlar. Ventilyator nechida ishlagan siraz bilib olsa bo'ladi. Shunga qarab pasaytirib, programmadan yo gradusini sal kechiktirib ishlaysizlar, ishlaringizni tez bitirib beradi shu narsa. Buni xarid qilishlaringizni maslahat beraman o'zim. Tak, shogirdlar ham bir narsa yasabdi. Klientlar pulini bermasa, yasab olsangizlar bo'ladi. Zaryadchik joy qo'yibdilar. Ключатель qo'yibdilar. Center zamokni, 5 li center zamokni knopkasi bu. Buni bosamiz. Buni bosamiz, buni bosamiz. Svetni o'chiradi. Ko'rib turganlaringizdek, даже kamera uspet qila olmay turibdi. Zaryad o'ldi buni ham. Mana. Kuchli elektroshoker 800 wattmi? 800 wattli. Klientlar pullarni bermasa bir marta urib olasizlar, o'zi tamom. Ketiga o'zlaringiz javob berasizlar, lekin hazil video.